Bu qitimqi videoni sizning tanishg'uch taqab anglashingizni tavsiya qilaman. Chunki biz bu qitim anglaydigan ovoz intayin qimmatli. Ular quyosh sistemasidan kelgan. Bu quyoshning ovozi. Bu Merkuriyning ovozi. Bu Veneraning ovozi. Bu yer şarının ovozi. Bu Marsning ovozi. Bu Jupiterning ovozi. Bu Saturnning ovozi. Bu Uranning ovozi. Bu Neptunning ovozi. Bu Plutonning ovozi. Siz balkim olam bo'shlig'i vakuum, planetlarning ovoz zoti qayerdan kelgan deyishingiz mumkin. To'g'ri, olam bo'shlig'ida uncha varangchun yo'q, ammo tinch muhit har xil murakkab omillarni paydo qiladi. Har xil sayyoralarning o'ziga xos alohidligi bo'lg'achqa, ular olam bo'shlig'iga o'xshash bo'lmagan elektr magnit signalini qo'yib berdi. Insonlar alohida uskunlar orqali bu sayyoralarning elektr magnit maydonidagi o'zgarishini xotirlab mangdi. Ondan insonlar anglay oladigan ovozga aylantirdi. Shuning bilan biz hozir anglagan tabiat sadosi paydo bo'ldi.